Bu yerda nima bor? Yerda menimcha mas tinch. Bilmam nimaga unaqa ovozda gapirdim, bolalar uzr, lekin eslicha. Eslicha uzr emas. O'zim ovozim shunaqa. Gaplaring bormi? 4-etajga keldik. Mana 4-etajga. Har etajga kelsak bizga ba'zi anomaliyalar xavfli bo'lishi mumkin. Ehtiyot bu. Xavfli anomaliyalar bo'lishi mumkin. Smysli xavfli anomaliya bo'lishi mumkin. Men xavfli anomaliyalarga tayyor bo'lmasam-chi? Bu yerdan bas joyda. O'zim maksimum normalda turibdi. Rasmlar hammasi. Ovqat yetgan odam, manzara, gul qo'sh, manzara, ovqat yetgan odam, Parij. Uni nomlasak isimiz osonroq qoladi. Gul. Keyin manzara. Qani o'sha xavfli manzara, lekin xavfli anomaliya manzara debman. Manama. Derasadami? Nima o'tyapti bu? Qushlar. Okey. Menimcha sozladim. Derazani yorib kirish mumkin adashmasam. Qushlar, yana kemani rasmi turibdi o'zining o'rnida. Qolgan narsalar menimcha, qolgan narsalar ham bas joyda. 5-etajga chiqdik. 4-etaj qolyapti, menimcha 9. O'yinning nomi Flat 9 da. 9-bizlar etajga chiqsak adashmasam. Ужасga aylanib qopman. Tuzat. Sindirmasin. Qoch, Shahboz. Qoch. Oltinchi etajga chiq. Orqada kelaver ekan. Kirolmaysanmi ichkariga? Kirolmaysan, yana o'zingdan ketasan. Qo'lab. Yaxshi. Bu safar ichidagi qanaqadir bir ujuslar yo'q. Qiziq lekin, qiziq. Shunaqa anomaliya bormikan, bir vaqt o'tgandan keyin paydo bo'layotgan yoki o'shanaqa anomaliyalar ham bo'lishi mumkin-da. Mana shu anomaliya topish haqidagi o'yinlarda vaqt o'tishi bilan, ma'lum vaqt o'tishi bilan paydo bo'layotganlar sal bir murakkablik uyg'otadi yoki bir narsaga ko'proq qarab turishga to'g'ri kelayotgan o'shanaqa bir holatlar ham bo'lishi mumkin. Qarab tursang, qanaqadir shovqin bor mana shu atrofda. Yo, soat shovqini ekan adashmasam. Soatdan kelayotgan shovqin, soat.